metroga yaqin joyda 2 xona remonti bilan pastki qavatdan uy qidirgan yurtdoshlarimiz uchun bugun biz sizlar bilan Chilonzor tumani 18-kvartalda joylashgan 2 xona 3 xonaga o'zgartirilgan uyimizni birgalikda ko'rib chiqamiz. Bu ko'rib turganlaringiz uyimiz zal qismi ovqatlanish stol, stul, yumshoq mebel, televizor va игровой PlayStationlar bilan birgalikda. Bu yerda oshxonamiz o'rni bolalar xonamizga o'zgartirilgan. Uyimiz 2 xona 3 xonaga o'zgartirilgan. Ko'rib turganlaringdek. Oshxonamiz esa balkon qismiga ko'chirilgan. Balkonimiz 1,5 ga 3 balkon. Ovqat hidi chiqmasligi uchun akva eshik-romlar bilan o'rnatilgan. Balkonimizga ham oshxonamiz o'rni. Ko'rib turganlaringdek. Uyimizning umumiy maydoni 52 metr kvadratdan iborat. 4 qavatli binoning 2-qavatida joylashgan. Bu yerda esa ota-onalar yotoqxonasi. Ko'rib turganlaringdek, sifat va did uyg'unligida alohida ta'minlangan. Uyimiz katta yo'l yuzida joylashgan bo'lib, Al-Xorazmiy Kurukka 100 metr masofada. Al-Xorazmiy Kurukka 100 metr masofada joylashgan. Ko'rib turganlaringdek. Uyimizda glavniy eshikdan kirib kelish, o'zining alohida razdelniy sanuzorlar bilan bu yerda hojatxonasi. Uyimiz ta'mirdan bugun chiqqan. 1-2 ta kompresslarni egalari to'g'irlatib berishadi. Ko'rib turganlaringdek. Ushbu videoda ko'rgan barcha mebel texnikalaring bilan ushbu uyimizda egalari 75 ming AQSh dollar narx so'rashmoqda. Sunnatiga ozgina o'tib beriladi. Agarda kimgadir qiziq bo'lsa, aksiyadagi raqamlarga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin.